Bu videoda biz Word'ning ribbon to'g'ri so'zlaymiz. Ribbon degan lenta degan gap. Masalan, lent kesish murosimi degan gaplarni anglagan bo'lishinglar mumkin. Lenta. Word'da eng ustini toolbar deydi. Quick access toolbar. Oldingi qismini darsda o'tdik-ku. Uning ostidagi rayonni ribbon deydi. Ya'ni lenta deb atagan. Bu ribbon bir qancha qismdan tuzildi. Ya'ni mavu ribbonninki, ya'ni lenta deb atamalay, lentaninki stonlari, ya'ni inglizcha tab deydi buni. Tab. Malani tab deydi. Bu stonlar. Buningda home bar, ya'ni boshbat, insert, bir rasm, video yoki bir sonliq ma'lumotni bir kirgizmoqchi bo'lsak, shu Word hujjatiga insertdan sizish, loyihalash, ko'rish, naql berish, nurg'un iqtidorlar bor. Uni keyin tafsil so'zlaymiz. Bularni tab deydi. Uningdan boshqa har bir iqtidorlarni biz masalan xatni cho'ntaltish, kichikiltish, rang berish deganni buyruq deb ataymiz. Command deydi inglizcha. Command. Bularning hammasi qanday buyruq. Odatda bu lenta, ya'ni ribbon bizningki buyruqlarimiz shu mouseni har bir chekishimizga intayin sezgir keldi. Bu nima degan gap desanglar, masalan, hozir qaranglar, stonlar qaranglar tabga. Masalan, bir rasmiy tarjimalanki qilpi. Masalan, rasm cheksam va mening font size'ni cho'ngaytirib o'tgachga, ya'ni men xatlarning sizlarni aniqroq ko'rsin deb men xatlarni cho'ngaytgan. Odatda men stonlar to'liq chiqadi, lekin men o'qanda xat cho'ngib ketib qolg'achqilar, men stroke bilan chiqarib o'tadi. Odatda rasm cheksak ham qanda men picture format deb chiqarib o'tadi. Ya'ni picture format degani o'sha rasmning formati. Odatda biz agar u rasm chekimsakchi, u chiqmaydi. Picture format chiqmaydi. Masalan, men shakl bor-ku. Men shaklni cheksak, hozir miyada qoldi. Shape format deb chiqarib beradi. Odatda sizlar o'zinglarning sinab baqsanglar bo'ldi, men to'liq men adaddan ziyod cho'ngitib o'tdim, men font size'ni. Chiqarib berdi, sezgir bizning tanlashimiz qarta qanday sezgir. Uningdan boshqa biz shu lentlarni, stonlarni, buyruqlarni o'zimiz xohlaganini qo'sha olamiz, elib olaymiz. Uni qanday qilamiz desak, men hozir Mac sistemini ishlatyapman. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, men bir stilka bor, tuvangi tushirdim. Shu stilkani masalan Mac'da mana bisib, mana uchtal chekib bor. More commands ni bossak, texnik ko'p buyruqlar. Sizlarda more commands va Windows'da. Mana bir mana o'xshash bir shakl hujjat ichiladi. Uningdan men sol tarafda inglizcha customize ribbon degan xat bor. Ashna bossanglar, ya'ni men ribbon mana. Ribbon degan gap lenta. Mac'niki mana menda ochildi. Bu har bir home, insert, draw deganimiz qanday misha tanloqliq. Buning ichida qanday guruhlar bor, guruhdan keyin qismlar so'zlayman. Masalan, clipboard degan bir guruh bor. Font degani xatning shakli, cho'ng kichiklikka degan bu bir guruh bor. Har bir guruhning ichida nima bor? Buyruq bor. Biz buni qo'sha olamiz, elib olaymiz. Agar Windows ishlatayotganlar, men chiqaramsanglar, shu ribbonning, ya'ni lentaning ustini o'ng cheksanglar, customize the ribbon degan xat chiqadi. Customize ribbon cheksang, andan keyin endi men ochgan matni ocha olasizlar. yoki stilkada miyadni assanglar bo'ladi. More commands, customize. Customize degani, mana customize. Men buni miyaga yozib beray. First name degani. Customize, agar inglizcha bilmasanglar. The ribbon. Ya'ni shu ribbonning o'ng tarafini cheksanglar, shu customize ribbon degan chiqadi.
Şunu tanısanglar bo'ldi. Maktabda qilmaydi. İki sistemining intayin iliqi. Mening shaxsiy ko'z qarashimda intayin lousy yeri. O'xshab qolmaymiz deb qasddan shunday o'zgartirdi. More comments. Ribbon'ni tanlaymiz. Andan keyin Windows'ga o'xshash. Windows Word'imiz asosan o'xshaydi. Buni masalan home boshpatqo, boshpatni ilib etsak, qanday ilib etamiz desak, save. Mana home'ni chiqarib o'tamiz. Mana birini chiqarib o'tib, hemen bayam dedim-ku, rasmni ishki uchun chiqarib o'tmasak bo'lmaydi o'xshaydi. Men mana to'liq hammaga ko'rsatib beraman. Hech qisi yo'q. Sil mashq qilsanglar ko'ra olasizlar buni. Ribbon qayta tanlab qo'ysak, yana paydo bo'ldi. Shu orqali ribbonni qanday qilamiz? Qo'shib ilib chiqarib o'tamiz. Undan boshqa biz o'zimiz xohlagan bir ribbon qo'sha olamiz. Masalan, yangi tab, ya'ni stone qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerga yangi tab rename qayta ismini masalan bunga men Uyg'ur IT deb ism bersam, undan keyin gruppaga nima deb ism beray desam, qo'lay deb qo'yay. Qo'lay. Yani bu grupani keyin so'zlayman. Uyg'ur IT deb qanda stone'ni birini qatdim. Endi bu stone'ga qanda o'zim xohlagan buyruqlarni kirgiza olaman. Uni qanday kirgizamiz desak, diqqat qilinglar. Masalan, sol tarafdagi comments buyruqlar bor, ko'paytirish, chaplash, o'chirish, cho'ng kichiklikka ranglik degandek. Stone'ga bevosita tanlab qatmaymiz. Uni bevosita tanlab qatsangiz qitilmaydi. Cho'qim gruppaga, astidagi gruppaga tanlab qatamiz. Masalan, men delete mana tanlab o'ng tarafga bosamiz. Masal qismini mani qatma, mani yerga chiqarma degandeklam gap ma'lum. Undan copy. O'zinglar xohlagan, ya'ni siz davomli ishlatadigan bir stone qurib, uning o'zingizning ismini qurilib, davomli ishlatadigan buyruqni kirgizib olsangiz bo'ldi. U yerdan bu yerdan izlab topamsanglar, masalan, font size, link. Shunchalik kirgizib turay. Buni saqlab endi qarasak mana buyruqlar qanda o'zimizningki customize o'zimiz xohlagan shaklda o'zgartira olamiz ribbonni. Undan keyin odatda men bayam aytib o'tgandek Word bilan Mac sistemimiz nima? Windows bilan Mac'dagi Word azroq o'xshamaydi. Masalan, bu ribbonni ba'zida izlatiblar, ribbon yo'qolib ketadi. Bu yo'qolib ketsa, nima yo'qolib ketadi qamanglar. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, har bir stone'larni ishga cheksangiz, Mac'da bir cheksangizlar bo'ldi. Windowsda ishga cheksangiz, buni cho'ngida kichikiladi. Maximize, minimize deydi inglizcha. Yoki Windows ishlatayotganlar, o'ng tarafda o'chirish degan sol tarafda Mac'da mana. Ammo Windowsning o'ng tarafda o'chirish, kichikiltish, eng tuvanga tushirishning yinda bir ustiga manda o'qiya chiqarib turgan bir belgi bor. Shuni bossangizmi? Undan masalan auto hide ribbon, show tabs and commands deb chiqib turdi. U gap ashning uchun eng ostini yoki o'tirdikini tanlab qo'ysanglar show tabs degani. Show o'tirdikini tanlasaqanda
buni chiqirib turdi. Mishayatki ribbonlarni. Andan keyin birinchisi auto hide ribbon. Mana bu Windows ishlatayotganlar deyapman. Mac ishlatayotganlar unda qilsak bo'ldi. Haj yo'q. Faqat biz bir chekib tanlab qo'ysaqlar